Assalomu alaykum barchaga ustozlar. Kechagi testimizni video holatda yechimini yuboramiz. Kecha texnik nosozliklar bo'lib qoldi ustozlar. Xo'p, birinchi misolimiz. A bu uchburchak E nuqtasi ichdagi chemberin markazi. Ustozlar, ichdagi chemberin markazi degani nima degani? Ichga chizilgan aylana markazi degani. Ichga chizilgan aylana markazi bu uchburchakning bisektrisalar kesishgan nuqtada bo'lar edi. Endi mana bu nisbatan berilgan bizga bu nisbatni yozib olaman. AE ning E degan nisbati 3/2. Buni biron bir nisbat ko'rinishda yozib olaman. Masalan 3 ga yu 2 ga. Endi AE ni ko'rgan joyimga 3 ga, E ni ko'rgan joyimga 2 ga. Bu bistirsaligini bilamiz. Mana bistirsa belgisini qo'yamiz. Bir burchakni bistirsa qo'yamiz. Endi bistirsaning xossasi bor edi bizda. A, B, S, D desak, A taqsim S teng B taqsim D edi. Endi bizda AE 2 ga, AE 3 ga, E 2 ga bo'lganligi uchun 3 va 2 ga mos sonlarni tanlab olaman. A, B ni 3A desam, B nim 2B bo'ladi. A, B ning A ga nisbati A taqsim K bo'ladi. B ning D ga nisbati B taqsim K bo'ladi. Mana buni bir qilib qo'yaylik. B taqsim K nisbati saqlanadi. Endi ustozlar A bir uchburchakda ishimiz bitdi. Endi mana bu chiziq A B ning 3B ning B degan nisbati A C ning X ga nisbatiga teng. Buni hisoblaydigan bo'lsak, B'lar qisqaradi 15/X. X'imiz 10 ga teng bo'lar ekan bundan. Bizada ajoyib do'stlar. Bu birinchi misolimizda. Xo'p, birinchi misol tushunarli bo'lgan bo'lsa, ikkinchi misolga o'tamiz do'stlar. Ikkinchi masala. A, B, S uchburchak R og'irlik markazi RS va mana bu joyi bir-biriga teng ekan. RP va BR taqsim B ni toping debdi. Endi R og'irlik markazi ekan. E'tibor qilsak, mana bu qismga S nuqta o'rtada turibdi. Keyin bilamizki, BLimiz mediana, chunki og'irlik markazidan o'tganligi uchun AL bilan LS ham bir-biriga teng. Bundan ko'rinadiki, mana bu uchburchakda ikkita mediana kesishgan. Demak, uchinchisi ham mediana bo'ladi. Shuning uchun mana bu RL mediana bo'lganligi uchun mediana kesish nuqtasidan nima bo'lardi? 2:1 nisbatda bo'linardi. Plna desam, RP ham 2 ga teng bo'ladi. Ana endi o'zi R og'irlik markazi edi-ku. BR ning R ga nisbati 2:1 bo'lishi kerak. Bizda RLimiz 3A bo'layotgan bo'lsa, BRimiz 6A ga teng bo'ladi. Endi yozaman. RP 2A, BR 6, Plim nimaga teng? A ga teng. Hisoblasam 8A taqsim A dan 8 ga teng bo'lar ekan. Bu bizada javob do'stlar. Ikkinchi savolimizning yechimi. Xo'p, bu misol tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Uchinchi masala. Shaklda ABC uchgenida G og'irlik markazi. G og'irlik markazi ekan. E ni A desam, AB ham 4ta. D ga uchburchak yuzi 2 ga teng bo'lsa. Xo'p, bu 2 ga teng bo'lsa mayli. Tutashtiraman. A bilan G ni, B bilan G ni bu yog'ini. Endi eslab o'tamiz. Uchburchakda xossa bor edi. Medianlar kesishgan nuqtada uning yuzi teng 3 ga bo'linardi. Hozir
E D'ga uchburchak yuzi 2 ga teng-ku. A D va E B'ning yig'indisi mana bu qismlar 3A ga teng, ikkalasini yig'indisi 3A ga teng. Biz A G B uchburchak yuzini topsak yetarli bo'ladi. Endi tomonlar nisbati yuzalar nisbatiga teng xossaga ko'ra E D ga uchburchak yuzi 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, B E G va A D ga uchburchaklar yuzalar yig'indisi 6 ga teng bo'ladi. Shunda bularni o'chirib katta qilib birdan 8 yozaman. Bu 8 A B G ning yuzi. Demak, B G sining yuzi ham 8 ga teng. A G sining yuzi ham 8 ga teng. Xo'p, bizdan A B uchburchak yuzini so'ragan. 8 kere 3 24 ga teng bo'ladi ustozlar. A javobda turibdi. Davom etamiz. 4. A B uchburchak A B 45 gradus degan 15 gradus 45 15 gradus berilgan bo'lsa, xo'p, bu uchburchaklarda 45 45 90 30 60 90 15 75 90 uchburchaklari ifodalagan holda olib kelsa ancha qulay bo'ladi. Bo'lmasa yoki sinuslarni qo'llash kerak bo'ladi. A dan perpendikulyar tushiraman. Bu nuqta bo'lsin. Mana bu qismini o'chirib turaman. Adashib ketmasligimiz uchun endi ichki burchaklardan A burchagi ham 45 gradusga teng bo'ladi. Xo'p, bu burchak 75 gradusga teng bo'ladi. Endi shu 75 ni qanday maydalaymiz? 75 ga bog'liq muntazam uchburchak, o'zaro ichki uchburchak bormi? O'zel degani boya aytgan xossali bu uchburchaklarim. Buni 15 gradusga olamiz, bu 60 gradus qoladi. Demak, bu n nuqta bo'ladigan bo'lsa, bu burchak 30 gradus bo'ladi. 60 plus 15 73 ko'rinishda maydaladik. Shunda mana bular teng yonli bo'lib qoldi. Hammasi bir-biriga bog'landi endi ustozlar. Qaysindir olsak, keyingisi shunga bog'lanadi. Xo'p, buni 2 desam, sinini n ham 2 ga teng yonlilikdan 30 graduslik qarshilagan kapatimizni yarmiga teng. Demak, bu A bo'ladi, bu ham A bo'ladi. Bu A ustida 3 bo'ladi. Yozaman. 3A plus A ustida 3. 3 ustida 2 plus ustida 6. Ustida 3 ni chiqarsam nima bo'ladi? Bu tarafdan ustida 6 ni chiqaraman. Natijada bular qisqarib ketdi. Ustida 3 ustida 6 ga teng, bundan A ustida 2 ga teng. Bizning x'imiz nimaga teng? 45 45 90 burchagidan A ustida 2 ga teng. X'imiz 2 ga teng bo'lar ekan. Bu bizada B javobda. Davom etamiz. 5. SA va AB perpendikulyar, C DB ga parallel, AC 10, AE 6, EB 12 bo'lsa deyapti. Alan AED'si. Ya'ni mana bu sohani yuzini so'rayapti bizdan. Buning uchun biz mana bu uchburchak yuzini topa olamiz, lekin mana bu uchburchak yuzini topa olmaymiz. Buning uchun oldingi misollarda ko'rgan xossamiz B bilan tutashtirib olaman. Parallel bo'lganligi uchun mana bu uchburchakning yuzi bilan mana bu uchburchakning yuzalari teng. Va natijada nima bo'ldi? Bizdan so'ralgan sohaning yuzi qaniydir A ga teng bo'ladigan bo'lsa, A B esa to'g'ri burchakli uchburchakning yuziga teng bo'ladi. Ya'ni 10 ko'paytirilgan 18 taqsim 2 ga teng, bundan 90 ga teng bo'ladi ustozlar. Javobda. Davom etamiz. 6. A B K desa 5 ekan. 5 burchak ekan. Ichkaridagi kvadrat ekan. A E 2 F da 4 bo'lsa deyapti. E B K F kaç birimdir, ya'ni bo'yalgan soha. Misollarda kvadrat ichkarida keladigan misollar katta ehtimol o'xshashlik bo'ladigan masalalar, uchburchak o'xshashligi yoki tengligi. Bu alfa ga teng bo'lsin, bu beta ga teng bo'lsin. Ichki burchaklarda alfa plus beta 90 ga teng. Endi yoyiq burchak bir seksiyonga bo'lish uchun 90 gradus bor, beta bor va bizga alfa kerak. Shunda bir seksion bo'ladi. Bu burchak ham beta, bu ham alfa, bu ham beta. 90 gradus qarshi teng, 90 gradus qarshi, ya'ni A E B uchburchagida 90 gradus qarshisa kvadratning tomoni.
FDK uchburchakda 90 gradus qarshisida kvadrat tomon. Demak, bular teng uchburchaklar bo'ladi. Chunki bittadan burchaklari teng va o'sha burchak qarshisidagi tomoni ham teng bo'lyapti. Alfaning qarshisida 2 bo'lsa, bu yerda alfaning qarshisida 2 yozaman. Bu x bo'lsin. Bizdan kvadrat yuzini so'ragan. X kvadrat topsa yetarli bo'ladi. Pifagor teoremasi qo'llayman. 4 kvadrat plus 2 ning kvadrati. X kvadratimiz 20 ga teng. Ya'ni kvadratimizning yuzi 20 ga teng bo'lar ekan ustozlar. Davom etamiz. 7. ABC'da 4gen, SA'da 80 gradus, ABC 70 gradus. Xo'p, yuqoridagi verilarga ko'ra alfa ochisi qanchadir? Ya'ni alfa necha gradus deyapti. Buning uchun men 80 ni teng 2 ga bo'laman. Ya'ni 5 tirsasini o'tkazib olaman. E nuqta bo'lsin. E nuqta A burchakning ham D burchakning ham 5 tirsasi bo'lganligi uchun S dan ham 5 tirsas chiqaraman. Alfa bo'lsin. Endi ustozlar, mana bu burchak, bu uchburchak ichki burchaklardan 180 gradus berish kerak. Xo'p, hisoblasak 2 alfa 60 ga teng bo'lsa, alfalar 30 dan teng bo'lib qolar ekan. Mana bu bo'yagan burchagimga 110 gradus qolar ekan. Endi bizdan A, B, C burchak 70 degan-ku mana. Qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lganligi uchun bunga tashqi aylana chizish mumkin. Chizmasini boshqatdan chizaman, chunki aylanamizga chizsak xunuk narsa bo'lib qolardi. Mana. Ikkalasi bitta joyga tirilganligi uchun alfani 30 gradusga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi ustozlar. Davom etamiz. 8-masala. ABC'da trapetsiya AB 6 ga teng, ED 2 ga teng bo'lsa, S1 taqsim S1 plus S2 ni so'ragan. Endi bu trapetsiyani bu tarafdan chizib olaman. Endi yuzalarni bermayman, keyin yozaman. Mana bu uchburchak yuzini 2A deyman, chunki asosiga proporsional ravishda oldim 2A. Bu yoq 8A. Tomonlar nisbati yuzlar nisbatiga teng xossaga ko'ra. Xuddi shunday balandlik bir xil bo'lganligi uchun ABD uchburchak yuzi 6A ga teng. Bizdan so'ragan S1 ning deyapti. S1 nimaga teng? 6A plus 2A ga teng. 8A. S1 plus S2. 8A plus 8A ga teng. Bundan 1 taqsim 2 chiqib keladi ustozlar. Ajoyib turibdi. Hisob-kitob qilsak. Xo'p, davom etamiz. 9. ABC'da parallelogram F 4 ga teng, DC 11 ga teng bo'lsa, perimetrini so'ragan. Parallel bo'lganligi uchun bizdan mana bu parallellikda ichki almashinuvchi burchaklar bo'ladi. Bu burchak nuqta burchak ekan. Demak, Z harf bor, parallellik bu parallel. Ya'ni bu yerda AD bilan AF teng, BE bilan BC teng. AE ni A desam, AF ga AD teng. Demak, bu ham A plus 4. AD ga SB teng. Bu ham A plus 4. Demak, SB A plus 4 bo'lish uchun FB ga A kerak. Yozaman. 2A plus 4 11 ga teng.
2 7 ga teng. Endi bizdan perimetrini so'raganligi uchun perimetri 2 ga 7 ga teng bo'ladigan bo'lsa a 3,5 ga teng. Perimetrini hisoblasam 4a plus 23. Endi 4a ni joyiga 2 ko'paytirilgan 2a deb yozsak bo'ladimi? Bo'ladi. 2 a 7 ga teng bo'lsa 4a 14 ga teng bo'ladi-da. 14 plus 23 37 ga teng bo'ladi hisoblar. Bu bizada B javobda turibdi. Davom etamiz. 10-masala. A bo'lsa eşkenar dörtgen, A ve B eşkenar üçgen. E bo'lsa 40 bo'lsa deyapti, alfani so'rayapti. Muntazam uchburchakning tomonlari teng bo'ladi va har bitta burchak 60 gradusdan bo'ladi mana. Endi bu burchak bilan buni yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Demak, bu yerga 20 gradus qoladi. Rombning tomonlari teng edi, bu tomonlar ham teng. Ichidagi burchak 20 bo'lgan tengalish burchak asosidagi 80 gradus bo'ladi. Asos 80 gradusdan bo'ladi. Bu bizada A javobda turibdi so'zlar. Davom etamiz. 11-masala. Kalamini dik tortgan KO oldiga teng deyapti. Endi so'zlar M va O ni birlashtirsam. KO ni A desam, oldi ham A ga teng, N mi 2A ga teng. Mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchakka o'xshash. O'xshashlik koeffitsiyenti 1,2. Demak, yuzlar nisbati 1/4 bo'ladi. Buni A desam, bu 4ta. Endi KP ning nimaga PM ga nisbati ham 1,2 bo'lganligi uchun bu ham 2 ga teng bo'ladi. Bu ham 2 ga teng bo'ladi o'xshashlikdan. Endi mana bu uchburchagimning yuzi bilan mana bu uchburchagimning yuzi teng. Chunki asoslari bir xil, balandligi ham bir xil. O'sha. POLM to'rtburchakning yuzi 5 ga teng. KPN ning yuzi 2 ga teng. Hisoblasak 2,5 ga teng bo'lar ekan so'zlar. Bu C javobda bizda. Davom etamiz. 12. ABCD kvadratda E bo'lsa uchburchak 32 cm kvadrat, x qancha deyapti? Kvadratning ichida 90 gradus berilimi katta ehtimoli uchburchak tengligini yoki o'xshashligini masalasi bo'ladi. C ni uzataman va B dan balandlik tashlayman. Bu nuqta bo'lsin. Bu alfa bo'lsa, bu beta ga teng. Alfa plus beta 90 ga teng. Demak, mana bu burchak alfa ga teng. Chunki bitta burchakni 90 gradusdan bo'lish uchun u alfa bo'lishga majbur bo'ladi. Va mana bu burchak beta ga teng bo'ladi. B, P, S uchburchakdan. Endi 90 gradus qarshi ikkalasi ham teng tomon turibdi. Demak, bular uchburchaklar teng uchburchaklar bo'ladi. Xo'p, alfaning qarshisi x bo'lsa, alfaning qarshisi x bo'lsin. Mana. Bo'yalgan sohaning yuzini topish uchun x ni x ga ko'paytirib 2 bo'lishim kerak, shu 32 ga teng bo'ladi. Bundan x kvadrat 64 ga teng, x topsak 8 ga teng bo'ladi so'zlar. Davom etamiz. 13-masala. Chizmani kattalashtiraman. AB chemberi tegadi. AB urinma. Mana bu yozgan alfa burchagi mana bu AC yoyiga tiralgan bo'ladi. Shu AC yoyiga tiralgan burchak mana bu D burchak, bu ham alfa bo'ladi. Chunki bitta yoyiga tiralgan burchaklar teng edi. Mana bu teng burchaklarga beta beta deyman. AB da uchburchakda ichki burchaklar yondisi 2 alfa plus 2 beta plus 40 teng 180. 2 alfa plus 2 beta 140.
Alfa plus beta 70 ga teng. Mana bu uchburchakdan ichki burchaklar yonasini qo'llasam, x plus alfa plus beta 180 ga teng bo'lsa, x imiz 110 gradusga teng bo'lar ekan. Davom etamiz. To'rtinchi masalada O markaziy yarim chemberda ikkita burchak teng ekan. Shu burchak alfa bo'lsin, bu ham alfa bo'lsin. Mana bu CD yo'yi ham alfaga teng, chunki markaziy burchak o'stirilgan yo'yga teng. SA ham x yo'yi bo'lsin, B ham y yo'yi bo'lsin. Endi o'sha yo'ylarning yig'indisini yarim alfaga teng ekanda. Endi x plus y topsam 2 alfaga teng. O'zi mana bu yo'y nimaga teng? X plus y plus alfaga teng. Bu 180 gradusga teng. X plus y joyiga 2 alfani qo'ysa, alfa 60 gradusga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi, so'zlar. Bu bizlar D javobda. Davom etamiz. 15. AB chapli chemberi tegatyapti. Sa'da 30 gradus, S'da 12 gradus tegish bo'lsa, B'sini toping. Urinma radiusga perpendikulyar bo'ladi. Mana 90 gradus chizdik. Radius. O bo'lsa AO bilan O'da teng. Demak, teng yonuvchi burchaklar asosidagi burchaklar teng bo'ladi 30 gradusdan. O burchagi 60 gradus. Keyin O'da ichki burchaklar yonasidan S burchak 30 gradusga majbur bo'ladi. Endi 60 gradus qarshi 12 ilstagish bo'lganligi uchun 30 gradus qarshi qo'rqmay aytamiz 12 ga teng bo'ladi. Radius 12 ga teng ekan. Demak, OB ham 12 ga teng. Mana shu burchakda Pifagor teoremasi qo'llasangiz so'zlar, x'imiz 12 ga teng bo'lib chiqib keladi. 30 gradusli qarshidagi gipotenuzaning yarmiga teng hodisalarni bilishimiz mumkin. Davom etamiz. 16. Xo'p, O markaziy yarim chemberi S'da tegatyapti. Demak, perpendikulyar. Bu burchak alfa bo'lsa, bu 45. Bu ham alfaga teng yonlilikdan. Mana shu uchburchakda bu burchak bilan buni yig'indisi 45 ga teng bo'lish uchun mana bu burchagim 45 minus alfa bo'lishi kerak. Endi shu uchburchak ichki burchaklardan bu burchagim 45 minus alfa bo'lishga majbur. Ana shunda uchburchaklar ichki burchaklar esa 180 gradus bo'ladi. Demak, S burchagimiz bistirsa ekan. Buni ko'rdik. Mana bu istisargin belgiladim. Xo'p, endi radius A ga teng bo'lsin. Radiusini topib olsam birinchi. Xo'p, nechidir sonni qo'ysam, 16 ga bog'liq qanday Pifagor sonlari bor? Demak, A 12 ga teng bo'lsa, 12 ni 6 23 burchagi hosil bo'ladi. Demak, radius 12 ga teng bo'lgan. Buni yoziga 12 yozaman. OH ga 12 minus x qoladi. Chunki jami 12 ga teng edi. Endi bistirsa xossasini qo'llayman. OSning OH ga nisbati 16 ning x ga nisbati, ya'ni SD ning DH ga. Xo'p, qisqartiraman. Besh x teng 4x 9x 48 ga teng bo'lsa, x 16 taqsim 3 ga teng ekan. Davom etamiz. Bu savolda nima deyapti? A ga teng bo'lsin radiusi, buniki B ga teng bo'lsin. Bo'yalgan sohalar yig'indisi yarim aylanalar yuziga teng. Ya'ni birinchisi pi
kvadrat pi a kvadrat taqsim 2 ga teng plus pi b kvadrat taqsim 2 ga teng shu 12 pi ga teng. Pi taqsim 2 ni chiqarib olsam soddalashtirsak 24 ga teng. Pifagor teoremasini qo'llayman. 2 ning kvadrati 4a kvadrat, 2b ning kvadrati 4b kvadrat teng x kvadrat. X topsam ildizdagidan 2 chiqib keladi. A kvadrat plus b kvadratni qo'ysak, ildizdagida 24 dan 4 kere 6 desak, 2 ildizdagida 6 bo'ladi. Demak, javob 4 ildizdagida 6 bo'lar ekan. Davom etamiz. Keyingi misolimiz. S 8 ga teng bizdan bo'yalgan soha yuzini so'ragan. Radiuslar A va B dan bo'lsin. Xo'p, bo'yalgan soha yuzini topish uchun katta aylananing radiusi diametri 2a plus 2 bo'lsa, radiusi a plus b ga teng bo'ladi. Pi a plus b ning kvadrati taqsim 2 dan ayirib tashlayman. Pi a kvadrat taqsim 2 minus pi b kvadrat taqsim 2 ni. Ana shuni chiqib keladi bu. Endi pi taqsim 2 ni chiqaraman. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat minus a kvadrat minus b kvadrat. Bundan ular qisqarib ketadi. Pi ab qoladi. Endi ab ni topish uchun diametrga tiralgan bo'lsak 90 gradusga tengligini qo'llaymiz. 64 2 ga ko'paytirilgan 2b. ab 16 ga teng bo'ladi. Joyiga qo'yib qo'ysak, pi ko'paytirilgan ab ga d javob kelib chiqar ekan ustozlar bizdan. 16 pi. 19. Xo'p, ich tamoman suv to'lan bir silindr shakldagi egilincha Xo'p, ustozlar bizdan to'kilgan suvning hajmini so'rayapti. Xo'p, radiuslari bir xil. Endi mana shu yerdan kessam bu yerda V1 suv bor, bu yerda V1, bu yerda V suv bor. Xo'p, endi ustozlar V sohadagi hajmimiz pi r kvadrat h 7 ga teng. V1 dachi 2 V1 da topaman. 2 V1 da topsam pi r kvadrat h bo'lsin shu. Bu yoqda mana shu qolgan suvda hajmi bor ekan. Bizdan to'kilgan suvda hajmini so'ragan. Ya'ni V plus V1 imiz mana bu idishdagi suvga teng bo'ladi. V plus V1 imiz teng bo'ladi pi r kvadrat h. Endi shuni tenglaymiz. Hajmlarni pi r kvadrat 7 plus pi r kvadrat h taqsim 2 teng pi r kvadrat ko'paytirilgan 11. Pi r kvadratlar ketar hammasida 7 plus h taqsim 2 11 ga teng. H taqsim 2 4 ga teng. H teng 8 ga teng ekan. Xo'p, ustozlar h 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyga olib qo'yamiz. Radius 3 ga teng ekan. Radiusni birdan qo'yib qo'yaman. V1 teng pi ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 4. 36 pi ga teng bo'lgan ekan ustozlar. Ya'ni birinchisida qanchadir suv to'kilgan, keyingi idishga tik holatga kelganda balandligi 11 ga teng bo'lib qolgan ekan. Biz hozir suv idishda ichida qolgan suv bo'yicha masalani ishlaylik ustozlar.
20-masala. Xo'p, taban değerler aynı olan dik konunun yüksekliği dik silindir yüksekliğinin yarısına kadardır. Ya'ni silindirning balandligi konus balandligidan 2 marta katta ekan. Bu h bo'lsa, bu yog'i ham h. Xo'p, silindirning yüksekliği 20, konusga h silindir 20, h konus 10 ga teng. Taban yarıçapı 382 bo'lsa deyapti. Bo'yalgan qismning hajmi. Buning uchun silindir hajmidan konus hajmini olib tashlaymiz. Silindir hajmi pi r kvadrat radius 382 ga teng bo'lsa, kvadrati 18. H bu konus pi r kvadrat h olib tashlaymiz. O'n sakkizni 3 ta qisqartirsam 6 pi 10. 260 pi minus 60 pi. 300 pi qolar ekan. Bu D javobda. Davom etamiz. 21. Shakldagi xo'p, AK ABga perpendikulyar, AK 5, bu 13, TBni A desam A 3 ekan. Ki A atrofida 360 gradusga aylansa, aylanganda bo'yalgan qismning hajmi qancha bo'ladi? Ya'ni bizdan shu bo'yalgan qismning hajmini so'rayapti. Demak, Pifagor teoremasidan 5, 12, 13 uchburchagi bo'ladi. Bundan A ning 4 A 12 ga teng bo'lsa, A 3 ga teng bo'ladi. Bu yog'i 9, bu yog'i 3. Endi aylantirganda mana shu holatga keladi. Bu T usti. Endi mana bu TB asosli ham aylanadi. B usti bo'lsin. Katta konusdan, mana bu katta konusdan kichik konusni olib tashlasak, shunda bizdan so'ragan hajm qolib ketadi so'rlar. AT 9 ga teng bo'lsa, AT _ 9 ga teng, bu ham 3 ga teng. Katta konus hajmi 1/3 pi r kvadrat 12 ning kvadrati 144, h 5 ga teng minus 1/3 pi r kvadrat 81 ko'paytirilgan 5. 144 bilan 3 qisqarsa, xo'p, pi ko'paytirilgan 48 ko'paytirilgan 5 minus pi ko'paytirilgan 27 ko'paytirilgan 5. 5 pini chiqarsam, 48 dan 27 ni ayrsam 21 pi qoladi. Demak, 105 pi bo'lar ekan. Bu bizda E javobda. Davom etamiz. Yarıçapı 2 cm, yüksekliği 8 olan dik silindirin içine yarıçapı 2 cm olan küre joylashmish. Ya'ni, xo'p, radius 2 cm bo'lgan, balandligi 8 bo'lgan silindir bor ekan. Silindirning radiusi. Endi silindirga ish tushirilganligi uchun shart radiuslari ham 2 ga teng bo'lib qoladi. Bizga aytayapti, silindir ile kurelerin arasında kalan hacim kaçtır? Yani silindirning hajmidan ikkita shart hajmini chiqarib tashla deyapti. V silindir deyman, pi r kvadrat h. Shartdagi 4/3 pi r kub 8 bo'ladi. Bu shart 32 pi/3. Ikkita shartdagi 64 pi/3. Bizdan shuni so'rayapti. Silindirning hajmidan ikkita shart chiqarib tashla deyapti. Hisoblasak 32 pi/3 qolar ekan. Bu bizada D javobda. Bu 4-chi testimizning yechimlari edi ustozlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.